Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun ko'radigan kvartiramiz Kogon tuman Pilmen Kolso katta yo'l yoqasida 5 qavatli yangi yig'ishli domning 2-qavati 80 kvadrat kvartira. Двухсторонний proyekt. Kvartirani ko'rishni boshlab o'tamiz. Koridor qismi ham kattagina, uyimiz to'liq supermo'yshabolar bilan ta'mirlab qo'yilgan. Birinchi sanuzulni ko'rsatib o'tayim. Bu yerda ikkita sanuzul, mana bu yerda vanna xonasi, unitazlar, rakinasi birinchi sanuzuli. Albatta, bu yerda esa spalnya qismi. Spalnyasimiz ham kattagina, полноценный, plus balkonchasi bilan birga gulkora aboylar bilan ta'mirlab qo'yilgan, patologlar, gipsokarton ko'rsatib o'ting. Plus lyustrachalar ildirib qo'yilgan. Kattagina balkon, balkonchasini o'zidan ham bemalol foydalanishingiz mumkin. Endi esa keyingi sanuzul va zal qismini ko'rsatib o'tamiz. Oyoq taglari to'liq laminat qilib bo'rilgan. Aytib o'tganimiz ikkinchi sanuzul qismi. Arisonaga jo'natib qo'yilgan 50 talik. Unitaz rakminlar akkuratni holda saqlangan. Bu tomonda esa asosiy zal qismi. Zal misol zal desak bo'ladi albatta. 6 ga 6 zal, balandligi 3 o'yin kvartiramizda patologlar gipsokarton qilib qo'yilgan, or stiklo, chiroyli lyustralar ildirganlar. Xo'sh, remontchasiga o'zingiz baho berib o'ting. Jardalari jaluzi qilib qo'yganlar. Jihozlarni olib ketaman ko'psin deyaptilar. Bu kvartira uchun 35 ming dollar so'ralyaptilar. Yana arzon qilib kelishtirib beraman deyaptilar. Etaji 2, albatta. Zolotoy etajlardan biri, ikkinchi etaj bilasizlar. Katta yo'l yoqasida joylashgan kvartiramiz. Kelishtirib arzon qilib berar ekanlar. Faqat oshxonani ko'rsatib o'tamiz endi. Oshxona qismida biza oshxonasi ham kattagina. Bu yerdagi jihozlardan faqatgina mana bu televizor va xaldilnik olib ketilar ekan. Qolgan hamma jihozi qoladi. Kuxning garniturasi akril, akkurat holda tayyorlaganlar. Divanlargacha qular ekan. Mana shu 2 xonali kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzilni yana bir aytib o'tamiz. Kogon tuman katta yo'l yoqasida, ya'ni Kogon Pilmen Kolsoda joylashgan domimiz. 5 qavatli domning 2-qavati 80 kvadratlik kvartira. Двухсторонний proyekt. Kelib ko'ringlar, uy egalari bilan bemalol savdolashib, uy egasiga aylanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.